Mazza qilib uxlab turdim. Voy, ertalabdan yana kim bo'ldi? Hozir 1 minut. Nima balo garang bo'lib qo'yanman. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Nima xizmat? Kecha gitlar zakaz qilgan ekansiz. Aka, hozir 1 minut esimdan chiqib qolibdi. Hozir 1 minutda chiqaman. Pulimni olsam 64 ta izumrudim bor ekan. 40 tasini gitlarga berishim kerak edi. 40 tasini gitlarga bersam 24 tasi o'zimda qoladi. Mabodoga ovora qolaman. Voy. Aka, kelishganimizga 40 ta izumrudmi? Rozi bo'ling aka, mana 40 ta. Oldindan beraverdim. Bo'ldi aka. Hozir 1 minut. Bo'ldi, yo'lni boshlayvering aka. Hozir qayerga boramiz? Hozir ko'prik. Ko'prikka boramiz, Ha, ko'prik. Uyalmang aka. Hop, wow, chiroyli joy ekan-a? Wow, aka, suv osti olami. Aka, bu suv osti olami to'g'rimi? Wow, chiroyliligini. Hayollar, haqiqiy Misr aka, to'g'rimi? Hamma narsa qumdan, uylar ham cho'l. Misrda. Hop, aka, hozir qayerga ketamiz? Hozir Misrni ko'radigan joyga. Qanaqa u? Maqbara. Baland joyga chiqadigan. Maqbara. Yaxshimi aka? Ana. Yaxshi. Aka, mana shu narvondan chiqsam bo'ladimi? Bo'ling. Hop. Hoppa. Hop. Yaxshi. Botdan tepaga chiqadi deb o'ylayman. Aka, muzikani itti ekan-a? Mayli, endi aka, zinadan chiqib ko'raymi? Chiqing. Bu yerda yana muzikali bloklar. Bu yerda ham shu ashula ekan-a aka? Shu. Yana uzoq davom etar ekan, chalgandan keyin ozgina. Sal. Wow, aka, bu manzara nima deyapti? Habibi. Misr. Gapim qonat tizlagan aka. Wow, chiroyli. Siz boshqa turistlarni ham olib chiqqan bo'lsangiz kerak bu yoqqa. Nima deyapsiz? Ikkinchi o'yin mashq bo'ladi deb qo'ying. Ikkinchi o'yin, shu xuddi shunaqa. Qatdan bilingiz? Biroz hazillashayotdim aka. Hop. Necha yildan beri anaqa qilasiz yoki ishlaysiz? Bu anaqa turizm loyihasida shu. Keldi. Yaxshi. 3-4 ta tilni bilsangiz kerak, mukammal. Qancha aka? Tamam, tushunaman. Ichkaridamiz? Bo'ldi aka. Men ana katta joyga chiqishda bo'laman. Keldingizmi? Ana ikkita tuya kimniki aka? Bizniki. Siznikimi? Meniki. Hozir mashina piramidaga boramiz. Yaxshi. Olib ketaveraymi aka bittasi? Bittasini oling. Aka, men kecha anaqa aeroportdan ketayotganda ko'rdim, piramidani adashmasam. Yo'l boshlasam bo'ladimi? Yetib turasiz? Bo'ldi. Bo'ldi, men o'tirib olay. Bo'ldi, hozir ko'raman. Ketdik. To'g'ri ketamanmi aka? To'g'ri. Hozir to'g'ri yurib, ashuladan o'taylik aka. Tiqilib o'tmaylik. Kaktulaga deb ketsa mumkin, tuya kerak o'zimizga. Adashmasam mashinadan chapga edi. Shunday. Hop, aka, yetasizmi? Nima bo'ldi men tuyamga? Qayerga ketdi bu to'xta. Suvlar toshqin deb ketaman. Hop. Chu jonor, chu. Yur. Yaxshi. Aka, endi tuyalarimizni qayerga qo'yamiz?
Teranan daraxtga. Qanday? Mana bu daraxtmidi? Ha, mana shu. Vallahi unda bu yog'iga siqilayman, bu yog'iga ilaman. Vallahi. Boylab qo'ymalarman. O'sha tuyani. Aka, nima qilamiz? Ayoqda o'tirib olamizmi? Ha, bo'ldi, ozgina o'tiraylik. Lekin misir hozircha menga yoqyapti. Faqat issiq ekan, aka. Ha. Siz nima deyapsiz siz? O'tiring, aka. To'rtmi, aka? Nimaga? To'rt. Boshlab bering, aka, mayli. Mana boshlayman. Edi. Bo'ldi, aka, sekin shoshmasan gaplashib beramiz. Shunda manzara ostida piramida to'g'rimizda, men to'g'rimda, orqa tomoningizda. Hali aka, oxirini o'zim edim. Mayli aka, endi o'tirib oldik. Ketdikmi piramidaga? To'g'ridan kirishmi? Yo'q, sal ayoqda. Shu to'g'rida. Misr. Ana Misr piramidasini ko'rish orzumda. Iqtidor bo'ti, tep ketmayman uni kirlarlarga. Botga boshqa turistlarni ham olib kirasizmi? Olib kirasizmi? Ha, voy. Halidan olib kiraman. O'rganib ketganman bu yo'lni. Turistlarning fikri qanaqa? Ko'pchilik qo'rqadimi? Yosh bolalar kiradimi o'zi? Yosh bolalar kirganda yig'lab olishgan. Yig'lamaganlar ham bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Yaxshi yoritib qo'yishgan ekan, uncha qo'rqinchli emas. Voy, aka, bot nima? Bu yerda o'yinlar bo'lardi. Qimormi? Ko'pchilik shunga o'xshash. Ko'pchilik bu yerda o'lib ketgan. Eski qabilalarga o'xshagan Misr qabilasi. Ko'pchilik bu yerda o'lgan. Son bergan. Voy. Ko'p turistlar ham shunga qiziqishgandim. Hech o'ylamadim piramidani ichi bunaqa bo'ladi deb lekin. Hop. Okey, bular mamlakat eski narsalar ko'p ekan, olib tashlashmagan ekan. Eski obidalar. Qadimiy. Voy. Nima bu? Qich bola yo'q ekan. Turistlar bo'lgan bo'lsa ham olib ketib qolgandir. Esalik uchun. Ishqilib uncha chalkashmasmi bu? Yo'q, ozgina. Chalkash adashib qolishi mumkin. O'zim ham uncha bilmayman. Lekin ko'p turistlar bilan chiqib ketganmiz amallab. Mayli aka. Voy, joy. Qarang, men kelmayapti. Tezroq yugurib ketdim. Okey, yuring. Ammo Lekin botga ham kelsa arzirkan odi. Okey. Mayli, mana chiqishmidi? Ne bo'ldi? Ketdik. Yo'q, ozgina aylanaylik. to'g'ri. Chap tomonga yurdi hozir. Kirganda o'ng tomonga yurdi-ku. Qo'rqat. Voy, eskiligini lekin hali ham oziq-ovqatlar bor ekan-a? Bor. Shu yerda ozuqaviy narsalar turadi. Eski Misr qabilasining joylarimi bular? Mana shu yerda oshxona bo'lgan bu. Eski davrki bilinib turibdi. Eski. Uy. Asham kelib ketdik aka. Ketdik. Tarvuzlar hali ham chidab beralimi? Yaynib ketganmi? Ozgina aynagan ekan hech nima. Shuncha asrlab turgan. Yashaydi. Ularga teginish mumkin emas-a? Yo'q, umuman. Eski obidalar-ku. O'zbekistonda ham Samarqandga kelsangiz, eski obidalarga tegish mumkin emas. Lekin menga yoqdi bu piramida. Aka, siz Misrda necha yildan beri yashaysiz? 3 yil. 3 yil bo'ldimi? Zerikib ketmaysizmi? Yo'q, nimasi? Ishingizdan mamnunmisiz? Mamnunman. O'z xohlab ishlaysizmi yo? O'zim xohlab ishlayman. Gazmi aka? Cho'mmi? Bu tupik ekan aka. Tupik. To'g'ri aytibsiz, sal kesroq ekan.
Chalkash. Sal murakkab ekan lekin mana shu tomonlar uzun ekan lekin menimcha chiqish tepada bo'ladi. Pastga qarab tushilardi. To'g'ri, shu piramidadan qanaqa qurilgan yoki o'zi paydo bo'lganmikan? Bilmadim, tarix o'qisam bularning. Okey. Maktabda tarixga qiziqmaganman-da. Bu boygi joy. Okey, endi sizni fikringiz qanaqa bo'tdi? Bo'tchi yaxshimi yomonmi? Turistga arzidimi? Arziydi. Уже kecham bo'lib qopti yoki? Kecham bo'lib qolgan. Mayli. Okey, mana shu piramidadan ustiga chiqib ko'ramizmi? Davay. Men chiqaman. Qiziq bo'ladi. Mana sizga qiziq bo'lsa. Turistlar o'zi chiqadimi? Chiqadi. Уже oyog'im og'rib qoldi-yu mana. Yana tomondan ekan, okey, ehtiyot bo'ling. Men taxtasini sindirib yuboring, okey. Sindira olasizmi? Hop. Ketdik, okey. Voy, bu boy bizga kirayotgan joy tepasida, to'g'rimi? Vau, shahar chiroyli ko'rinar ekan, Misr. Chiroyli. Misr. Okey, bo'tga uncha odam ham chiqib ko'rmasa kerak. Yo'q. Yo, chiqadimi? Chiqadi endi kamdan-kam. Qariyali chiqisha olmaydi bu yerda. Ko'pchilik qo'rqadi. Qo'rqadi ham, qariyali oyog'i charchab qolishadi tepaliga chiqishga. Kamdan-kam chiqadiganlar. Ham опасный-da o'zi. Xatir-butir. Chiqsa. Chiqoning, okey. Tushish osonroq bo'lsa kerak. Oson tushish. Lekin tushishda harakat bo'lish kerak. Tepaga chiqayotganda xavfsizroq bo'ladi deb yerga qaraymiz-ku. Ham taxta bor edi yoki qo'ydim chiqaring. Ozgina qoldi, davay, okey. Bilamiz xudo xolasa. Hammasini sindiraylik bittasini. Qo'lim og'rib ketdi. Sindirdingizmi? Ozgina qoldi hozir, okey. Bo'ldi, okey, yuring. Va Wow, okey, chiroyliligini qarang, Svetlana. Svet hamma yorug'li. Lekin Svet o'zi ko'rinmayapti. Bu hamma qishloq aholi mana shu ekan, orqada qish bola yo'q ekan. Orqada qish bola yo'q. Cho'la haqiqiy. Yo'da tuyali yurishadi. Okey, siz botga ko'p chiqqanmisiz yoki uncha emas? Yo'q, ko'p chiqqanman. 2 yildan beri xizmat qilmadingiz. O'sha bu yerga 3 yil bo'ldi kelganimga, 2 yildan beri xizmat qilyapman. Bir botlagan 10 martadan ko'p chiqib qo'ygandirsiz. Har kun odam olasizmi yo 1-2 kun damab turasizmi orada? Damab turaman. Biz ham odammiz deb qo'ying. Hali ehtiyot bo'lib tushaylik, okey? Okey, ehtiyot bo'ling. Bo'ldi. Shu oldingizmi, okey? Bo'ldi, men tushdim, okey. Bo'ldi. O'tiraylik, okey, charchab ketdim lekin. Chiqib, tushib. Mana o'tiraveramiz. Mayli, bir gap bo'lar. Ketdik, okey? Tuyalarimiz o'tiramiz. Yo'q, turgan ekan, xudo xolib. Turgan. Xudo asrab tursin tuyalarimizni. Bo'tdan hasharotlar ko'p-a? Ko'p. Cho'lda yuraveradi oddiy joyda. Ketdikmi, okey? Yuring. Yo'qmi? Yo'qmagan emas. Tuyam yurmayapti. Maniga yurmay qoldi. Bo'ldi. Ketdik. Misr haqida fikringiz? Yaxshi. Okey, o'zi bilsiz, boy uzoqdan ko'rganmiz, nima yoritibsiz? Uy oynasi katta-katta-yu. Ham chiroyli yonib turayotgan ekan shekilli uy ichida.
Ehtiyot bo'ling, kaktuslar ko'paygan. Tuyaga tegmasin. Hop, tepali ekan yoki tuyani ehtiyot qiling. Hop. Sal bo'shroq qo'ysangiz tezroq chiqadi. Piyam o'zimniki ekan endi. Voy, mana shu narsalarni qarang-ki. Voy, botdan o'tmadik shekilli, Yo'q, menimcha. yo'q, o'tmadik. Ana daraxt ko'rinmayapti, o'zi voy olib ketgan tuyalarni daraxt. Yo'q. Qayerdadir? Qani Jannat ko'rinmayapti. O, yerda bo'lsa kerak orqaroqda. Biz o'tib Menimcha o'tib ketdi yoki o'tib ketdi yoki. qaytdik. Qaytamiz. Bu yo'lda ko'rinmayaptimi? Yo'q. Bo'ldi, orqaga qaytdik yoki. Ozmagan bo'ldi. Ha, nazikalar. Men ko'ringanday bo'ldi. Ha, ana. Ko'ringan. Kichkina daraxt. Bo'ldi. Voy, xudoga shukr keldik. Endi men hozirgi tuyani bo'ylab qo'y. O'tirib oldim. Oxirgi marta o'tirdim-da shu yerga. Bitta o'rgachli tuya ekan. Yaxshi tuya ekan, aqlli. Mayli aka, rahmat. Arzimaydi, bo'pti. Mayli aka. Aka, mayli siz bilan mazza qilib bahonada aylandim. Chin ko'ngildan aka mana buni olib qo'yavering. Yo'q, shart emasdi. Aka, bo'veradi, olib qo'yavering. Rahmat aka. Arziz aka. Mayli aka. Bo'pti, ha. Aka, Ha aka. aka. Ha aka. Olabi. To'xting aka. Kuzatib qo'yaman. Ha yo'q aka, shart emas, o'zim yetib olaman. Yo'q, keling yog'i. Kuzatib qo'yaman. Aka, odam xijolat qolsin. Ya, xijolati bormi? Keling ketdik. Ha, mayli yuring aka. Mana shu tepalilar yoqmayapti Misr yo'li. Sharmil chexli zo'r bo'lsa kerak. Ha, zo'r nima deyapsiz? Ko'p o'zbeklar keladi. Buni sal chekkaroq qishloqlar. Vizali bo'tlar. Vizali. Bitta sharmil chex vizasi hozir O'zbekistonga. Ko'prikka ham yetib oldik. Yuring aka. Hozirmi? Qolib ketmang aka. Hozir oldimda ekansiz. Yuring. Kelmay ketdi. Voy. Lekin menga aka Misr yoqdi. Endi kelsam boshqa shaharga kelaman. Bu yoq issiq ekan-a. Issiq. Mayli aka, rahmat. Mayli aka, xayr. Charchamang. Sog' bo'ling aka. Bo'pti aka, xayr. Sayohat menga yoqdi. Mayli aka, ko'rishguncha. Bo'pti aka, xayr. Keyingi safar Misrga kelganimda xudo xolasa yana siz Ko'rishamiz. xolasiga ketiradi. Nomerim bor-a? Bor aka.